Mening to'y qilishga texi tayyorligim bitmagan, dedim men duduqlab nima deyishimni bilmay. Nima tayyorlik qilmoqchidingiz? Bu ishda sizning tayyorlik qilishingizning hojati yo'q. Hamma ishlarni o'zim o'rinlashtirman. Sizga kelsak, sizning kelib chiqishingizni aniqlab bo'ldim. Siz ota-onangizdan kichik qilib yetimlikda cho'ng bo'lib ekansiz. Shunga sizlar tarafdan odam chaqirmagan. Bir necha xizmatdoshlaringiz va mening do'stlarimni chaqirib, oddiy to'y marosimi o'tkazsak bo'ladi. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin siz dadamning tarmoq shirkatini boshqarsiz. U chaqda sizga taraqqiy qilishga texmo fursat bor. Men sizni oldiratmayman. Bu ikkimizning o'rtasidagi bir qitimliq savdo. O'ylanishingizga 2 kun vaqt beraman. Xo'sh, men qaytqash turay. İntizar deydiganni davilib, meni yolg'iz qoldirib qo'yib chiqib ketdi. Uning bilan to'y qilish uxlab tushimga kirmaydi. Lekin bu reallikqa aylangan bo'lsa-mu, u menga tava emas. Lekin burunqidek uning keynidan marab yumayman. Attigin oqshimi bir uyda turamiz, birga tamoq yeymiz. Ras, buning nari yomon. Boshqalar shirkat xo'jayinining qizi bilan to'y qilibdi desa, menga havas qilmay turolmaydi. Kim biladi? Bir uyda turish jarayonida texi issiq o'tib qolamdi. To'xta, bum bo'ldi g'ashgan. Ma'qul deb to'yni qilib olgandan keyin asta-asta o'zimga yaqinlashtirsam bo'ladi-ku. U meni tanlagandan keyin meni o'ziga mos keladi deb qaragan gap. Garchi men shirkatning to'xtamliq ishchisi bo'lsam-mu, o'z ishlarimga mas'uliyatchan, chiqishqoq bo'lg'achqa shirkatdagilarmi menga omroq edi. Uning ustiga har qanday sharoitga ishtik moslashib ketdim. Kiyinishlarim, yurish-turishlarimgacha shahar ballaridan qilishmaydim. Men o'zini cho'ng tutib yuradigan, mening nazarimdagi shaxsiyatchi Akavur intizorning bunchalik dalbaligini o'ylabmi boqmagan ekanman. Lekin uning dadasi ikkimizning to'y qilishiga qo'shilarmi? Qo'shilgan taqdirdimi, oshkorlanmaydigan sir bo'lmaganidek, keyin bu to'yning saqt to'y ekanligini bilib, bizning uni oldiganligimizni bilsa, pozitsiyasi qandoq bo'lar? Ish qilib, bu 2 kun jarayonida bu mujmal savollar kallamni aylantiribdi. Oxirida yana uning talabi qo'shilish qaroriga keldim. Chunki hamma ishni vaqt belgilaydi emasmi? Mana bugunmi shu xiyollar bilan kunni kech qilib, ishdan tushadigan vaqtmi bo'lib qoldi. Lekin intizordan texichili xabar yo'q edi. Uning bilan qanday aloqalashishni uqmaydim. Tursunaydan so'rgan bo'lsam deb beradi. Lekin buningga erlik g'ururim yo'l qo'ymadi. Nemishqa odamsizlar? Chunki men uning nomerini so'rab yursam, aran turibdikan degan so'z cho'chak qilishdan ansiraydim. Turib o'ylab qoldim. Balkim u gapidan yinib bo'lishi mumkin. Yoki ishlarda o'zgarish bo'lgandi. Men shularni o'ylab, eshikdan chiqishimga kaynimdan Tursunayning ovozi anglandi. Siya, to'xtab turing. Acaba bugun uchrashishni unutib qolmagansiz? Uning gapini anglab, bu ishning rost ekanligiga amdi ishondim. Mening oldimda chiqib ketib qolgan Raziya kayniga o'rilib, ikkimizga gumon nazarda qarab qo'yib chiqib ketdi. Aniqla u Tursunay bilan ikkimizning munosabati bor deb xato tushunib, atla shirkatda ig'vo taqitishi tug'anli gap. Ha, ismimda bor. Yetkizib qo'yamsiz yoki yuzturan ko'rishamdim? So'radim men o'zimni tamkin tutishga tirishib. Hay, Siya, sizni qolvamikin desam qo'lingizdan xeyli ish keladi. Mushu gapnimi gapim bor deb da'vatamsiz? Sizga desam, sizlarning bu ishinglarda 4 yillik rol o'ynagan odam men. U vaqtida intizor ko'ngildagi gapni menga aytib, mendan yordam talab qilganda, men ikkilanmayla sizni nomzodlikka ko'rsatgan edim. Sizmizda qiziq gap qiladi ekansiz. Bu birsidan havola qilib yetkazib qo'yadigan, to'yga chaqiradigan ish emas. Mundaq to'yning ishini yuztirani deyishadigan gap. Ba'zi ishlarda bekla xamkansizmi? Hay yigit, bu ishda ta'lingiz kep qolsa, bara ishqinglarga issiqchilik o'tishib qolsa, shu peti rostga aylanib qolishi mumkin.
Lekin bu ishlarning hammasi o'zingizga bog'liq. Qadamlaringizni ehtiyot bilan avaylab besing. Odamga fursat bir qitim keladi. Oningdan keyin qaytib kelmaydi. Sizga bir gapni desam, intizor haqiqatan bo'ladigan qiz. U mushu kamgacha birasi bilan aralashib boqmagan. Chunki uning sidqiy ko'rinishi hakavor, menimcha ko'ringachga boshqalar uningga yiqilishga jur'at qilolmagan. Amaliyotda bu qizning ko'ngli bak yaxshi. U muhabbatga muhtoj. Siz to'ydan keyin amaliy harakatingiz bilan uning muzlab ketgan yurakini eritib, muhabbatning nimaligini his qildiradi. Shuningdala, u sizga mangu ta'alluq bo'ladi. Haras, sizga deb qo'yishni unutib qopdiman. İntizarni yana oldingi qitimqi hiliqi ayrimxonada saqlab turar. Men degan gaplar esingizda bo'lsin-jimi? Xayri, ishlaringizga utuq tilayman. Chiroyli yigit. Tursunay shundoq deb ko'zini qisib, sho'xlik qilgunicha men bilan xo'shlashdi. Men tezlik bilan uyga qaytib, yarim soat ichida kiyim almashtirib, oldingi kun ko'rishgan yiliq tez tomoqxonaga yetib berib, yana yiliq ayrimxonaga kirib, intizorning kelishini saqladim. Dunyoda mushu odam saqlashga shunchalik o'ch bo'lsam-mu, saqlamay amal yo'q edi. Rost gapni qilsam, azaldan birisini saqlab boqqan odam emas edim. Bu saqlashim ham tunji qitim edi. Bu orliqda mulozim qiz bir necha qitim kirib chiqib bo'ldi. Lekin uning hech qarisi ko'rinmayotdi. Balkim bundoq yuqori tabiqadagi qizlarning boshqalarni saqlatqizishi ular uchun normal ahvol bo'lsa kerak. Men kelgili bir soat bo'lib, taqtim to'shqan vaqtida eshik tuvida intizorning simasi ko'rindi. U oldingi qitimqidekla tizning sal ustun tarafi kelib turadigan kaltiyang, o'yim yoqliq qizil rangli ko'ynak kiyib olgan bo'lib, ba'ayni gullarning ichidagi julalanib ichilgan bir tal atirgulga o'xshab qolgan edi. Nemishqidir u o'zini shunchalik cho'ng tutgan bilan ko'zlaridan g'amkinlik chiqib turardi. Agar u amalsiz qolmagan bo'lsa, hargizmi men bilan to'y qilishni tanlamagan bo'lardi. Men o'rnimdan turib, garchi harakatlarim qo'llashmasimi, chiroyimga saxt tabassum yugurtib, uni qarshi elib o'ltirishga taklif qildim. U menga qarabmi qo'ymasdan udulimiga kelib o'ltirdi. Va keyindilla kirib kelgan mulozimatchi qizga bir necha xil qo'rimning ismini aytgandan keyin nazarini menga og'dirdi. Men u kirgandan buyon o'rnimda texi o'ltirmagan edim. Nima turib oldingiz? O'rniqda tika yo'qdi. Yoki men bilan mushundoq o'rtirib paranglashmoqchiman? Dedi u so'mkisidan bir varaq qog'ozni olg'ach. Yo'q, shu sizni Men nim bo'ptiman? Unchbek tuzit qilishning hojati yo'q-ku deyman. Asli mening hojatim sizga tushgandan sizga voy deyishim kerakdi. Lekin men azaldan yasalmalik qilishni bilmaydi ekanman. Shuning uchun haqiqiy maqsadimizga kelaylik. Siz menga erishmoqchi. Men bo'lsam o'zimning qilishga zo'rar bo'lgan ishlarimni qilmoqchi. Agar bu ishlar o'ngishli bo'lsa, sizni obdan rozi qilaman. Bu vaqtda mulozimatchilarning taqsilada qo'rimlarni ilib kirishi bilan uning gapimi uzilib qoldi. Qani, tamoq yegach paranglashaylik. U shundoq degach, qo'liga cho'kini ilib, nihoyat nozik harakatlar bilan qo'rimlarni qisib, ig'zimning cho'risiga tegib ketmasin degandek ehtiyot bilan yeyishga boshladi. Menmo nimishqidir qo'lashmagan qo'llarim bilan cho'kini qo'limga ilib, qo'rimlarga qo'l uzatdim. Vuduqqunimdan bir necha qitim qisib, aron deganda bir tal qo'rimini ig'zimga soldim. Siz har doim mushundoq jiddiylashib yuramsiz? So'radi u qog'oz bilan ig'zining cho'risini surtgach. Yo'q, undaq emas. Shu sizni ko'rib, mening oldimda buncha bola yasalmalik qilma. Sizlar o'g'illarni kim bilmaydi? Boshda qizlarga yaxshi ko'rinish uchun qilmag'ininglar qolmaydi. Keyin qo'lga keltirib bo'lganda bo'lsa, o'zinglarning xohishi bo'yicha ish qilasizlar. Lekin sizning qanday bo'lishingiz bilan mening ko'rim yo'q. Faqat to'y qilgandan keyin
men tuzgan qoidalarga bo'ysunsangiz bo'ldi. Tafsilotini oldin qitim toza to'liq tushunmagan bo'lsangiz, mana ma'u to'xtamni tafsiliy ko'rib, etingizdan o'ssa qo'l qo'ysangiz bo'ladi. Bugun qo'l qo'yversangiz, erta xalq ishlar idorasiga berib, to'y xetiga tizimlatib, to'y xetini ap bo'lgandan keyin pat ortili to'y qilamiz. Yana bir gapni deb qo'yay. Buni siz, men, Tursunay uchimizdan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Agar sirni oshkorlab qo'ysangiz, bir umr mendan qutlanmaysiz. Bilib qiling. Bu ishning badali bak ig'ir. U shundoq degunicha bir varaq qog'ozni menga uzatdi. Qo'limdagi bu to'xtamni o'qigan siri jiddiylashib, badallarimdan ter to'kilib, xuddi munchuq tushgandek bo'lib ketdim. Chunki buningdagi mazmunlarning hammasi uning manfaatiga chetilgan bo'lib, uning bilan to'y qilgan taqdirda mening oilada hech qanday huquqim yo'q bo'ladi. Hamma ishni uning o'g'irlashtirish bo'yicha elib mang'atdim. Meni eng hayajonlantirgan birdan-bir ish bo'lsa, to'y qilib uning planini amalga oshiruvchi orliqda kunda uningga hamroh bo'lish. Yana birisi, ikkimizning to'ydan keyin turdigan uyni bu ishlar oxirlashgandan keyin mening nomimga o'tkazib berish edi. Mening azaldan boshliqdek uyim bo'lmag'achqa ijara o'ltirib u ozg'ina maoshim bilan bu shahardan uy ilish men uchun oson emas edi. Yemay ichmay iqtisodchilik bilan 10 necha yil tirishsam, ondan uy setilish orzuyim ishqa oshadi. Yana kelib bu to'yni qilgandan keyin tarmoq shirkat mening boshqurishimga o'tadi. Undaq bo'lganda bu 1 yil jarayonida xeyli nurg'un iqtisod to'play oldim. Obdan o'ylana. Agar keyinchi yeni vasangiz hamma nimadan ayrilib qolasiz. Menli bo'ladiganman bu shaharda bo'lsin yoki yezida bo'lsin, hech qanday o'rinda ishlamaysiz. Uningdan sirt bankadagi butun pullaringizdan ayrilib qolasiz. Dedi u mening o'ylanib turib qolganligimni ko'rib. Men bu to'g'riliq ko'p o'ylashni xohlamadim. Agar uning maqsadi amalga oshquchi orliqda uning degan yerdan chiqib bersam, keyingi turmushimdan g'am qilmasam bo'ladi. Bo'ladi. Men qo'shildim. Sizning deganingizdek bo'lsin. Men shundoq deganimcha to'xtamga qo'l qo'yib, uningga sundim. U mening imzoyimga mundaqli ko'z yugurtib qo'yib, so'mkisidan oldin tayyorlab olgan qizil suruqni chiqarib oldimga qo'ydi. Men uning maqsadini tushunib, qizil suruqqa qo'limni bisib, bir necha yerga bosgandan keyin uningga sundim. Bo'ldi, ishimiz bitdi. Endi siz at shirkatdan bir haftalik ruxsat so'rang. Men bugun uyga qaytib, bu ishimni dadamga aytaman. Vaqtni chang tutib, tez suratda bu to'yni qilmasak bo'lmaydi. Ha, ras, yana bir gap. Sizning yuzida hech qanday urug' tuqqaningiz yo'q ekan. Mening kutganim dal shu edi. Atil o'tkazimiz. Davron qilishqa bo'lmaydi. U shundoq deb mening ma'qulligimni olgandan keyin mening oldirmay g'izolanishimni aytib qo'yib so'mkisini osqinicha chiqib ketdi. Uning keyindan qarab, uning vaqtliq yolg'ondan bo'lsa-mu, mening ayolim bo'lganligiga ishongim kelmay, xuddi tush ko'rayotgandek o'ltirib qoldim.